Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Aziz yurtdoshlar, 27 mart 2026 Bog'ot avtomarketdan sizlarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan zo'r sotsiyadagi Spark gösteraman. Mashinamiz 90 000 kilometr yurgan, kraskasi rodnoy, metan gazlari qo'yilgan, metallarni qo'yilgan. 3 yil bo'lgan, ya'ni 2023 da qo'yilgan. Mashina shunga deyim benzinda turgan. 4 dona bo'sh balonda qilgan. Xo'p, motor tarafından umuman kulish degan emas, qilloqlar ham ochilmagan. Bemalol probegini, kraskasini tekshirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz birinchi pozitsiya 1.25 lik, ya'ni toza motor bo'ladi. Salonlar akkuratniy, chexol poliklari kiyizilgan. Mashinamizga generalniy diagnostik beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizni bahosi 58 million so'm naqd pul bo'lgan bo'lsa beramiz. Avtokredit olaman desangizda boshlang'ich to'lovini 9 million so'm bilan chiqarib olsangiz bo'ladi. Plus оформленияsi отдельный alik to'lovlar esa 2800 dan 3 yilga chiqadi. Parterba 200 Spark'imiz qiziqsa, Bog'ot avtomarketga murojaat etaverasizlar.